Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. 60 ga 120 Koreyani qopqoq jarayonlaridan ozgina lavha. Faskani olishga e'tibor berasizlar. Ko'pchilikda faskasini orqasida mana bunaqa yo'li bor. Shu ko'rinib qoladi. Qopqoqni bosganda ko'rinib qoladi. Biz shunga yechim topganmiz. Apparatda buni tagidan ham bir qator yurgizib yuborilsa, ko'ringanda xuddi dumaloq holatda ko'rinadi. Faskani olinishiga e'tibor berasizlar. Juda ideal holatda. Pastlarini ozgina ko'rgan hisobda ham bir xil chiroyli ko'rinaveradi. Fasonlarimiz xuddi shu fasonda bo'ladi. Kimga agar shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab dastavka kelishilgan holda ustalarning o'zi aloqaga chiqsa ham bemalol qopqoq zakatovkasini tayyor qilib beramiz.